Navbatdagi yangi mavzuyimiz demak atom tarkibi. Atom o'zi nima? Demak, atom kimyoviy elementlarining barcha xususiyatlarini o'zida jamlaydigan murakkab, demak, zarracha hisoblanar ekan. Atom dastlab demak bizga bo'linmas nomi bilan mashhur bo'ladigan bo'lsa, bo'linmas nomi bilan mashhur bo'lganligi bilan atomni demak yadrosi juda ham murakkab tizilmaga ega. Atom yadrosida demak bizda proton hamda neytronlar mavjud bo'lar ekan. Atom yadrosi atrofida esa elektronlar manfiy zaryadlangan holatda demak harakat qiladi. Atom yadrosi bo'lsa musbat zaryadlangan hisoblanar ekan. Demak, protonni zaryadi plus ishora, neytronniki neytral. Ya'ni uni ishorasi yo'q. Elektron bo'ladigan bo'lsa manfiy zaryadlangan demak bo'lar ekan. Keling, proton o'zi nimaga teng? Atomning protoni atom holatida bo'ladigan bo'lsa, proton uni tartib raqamiga teng bo'ladi. Atomdagi demak elektronlar soni yadrodagi protonlar soniga teng. Agar ion holatida bo'ladigan bo'lsa, proton hamda elektronlar soni demak farqli bo'ladi. Endi neytron nimaga teng? Neytron demak massamizdan, atom massasidan protonlar sonini ayiradigan bo'lsak, neytronlar soni kelib chiqadi. Proton hamda neytronlar yig'indisini nukleon ham deyshadi. Demak, nukleonni hisoblang degan bo'lsa, biz proton hamda neytronni bir-biriga qo'shadigan bo'lsak, nukleonlar soni kelib chiqar ekan. Bizda neytron massadan protonni ayirganimizda neytron hosil bo'lar edi. Demak, massamiz teng bo'lar ekan neytron plus protonga. Aytdikki, neytron hamda proton yig'indisi nukleonlar sonini beradi. Demak, nukleon so'ralganda uni atom massasini yozib ketsak ham demak bir xil bo'lar ekan. Keling, ushbu holatlarni mujassamlashtirgan holatda masalalarimizga o'tamiz. Demak, birinchi savolimiz litiyni proton, elektron, neytron hamda barcha zarrachalarini, elementar zarrachalarini yig'indisini toping. Xo'p, litiy davriy sistemamizni 3-tartib raqamida joylashgan. Demak, litiyni protonlar soni 3. Atom holatida elektronlar soni ham 3. Neytronlar soni nechta? Demak, neytronlarni massadan protonni ayirib topar edik. Demak, massasi atom massasi 7, 7dan 3 ni ayiradigan bo'lsak 4. Endi elementar zarrachalar umumiy zarrachalar yig'indisi. Ya'ni 3 ga 3 ni qo'shamiz 6, 6 ga 4 ni qo'shamiz 10. Vodorod, ftarid. Demak, murakkab moddalarda ham xuddi mana shunday. Dastlab atomlarni, demak, protoni, so'ngra birikkan holatdagi protonlar soni yoziladi. Misol uchun vodorodning tartib raqami 1, ftorniki 9, birgalikda 10. Demak, buni protonlar soni 10 ta. Elektronlar soni ham xuddi mana shuncha. Neytronlar soni massasidan protonni ayiramiz. Massamiz necha? Ftorniki demak 19. 19 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 20. 20 dan 10 ni ayiramiz 10. Umumiy yig'ini 3 ta 10, 30. Ftor minus ioni. Demak, ftor minus bo'ladigan bo'lsa, endi minus ishora bo'ladigan bo'lsa, elektron o'ziga qo'shib oladi. Agar ishoramiz musbat bo'ladigan bo'lsa, elektron beradi. Bizda hozir ftor minus bo'lganligi uchun demak bitta elektron o'ziga qabul qilib oladi. Ftorni demak faqatgina bu elektronga ta'sir qiladi. Proton, neytron bundan mustasno. Xo'p, protonlar soni ftorniki demak har doim 9. Proton soni hech qachon o'zgarmaydi. Elektron soni minus 1 bo'lganligi uchun demak bu bitta elektron olgan 10 ta bo'ladi. Neytronimiz demak massamiz ftorniki 19. 19 dan 9 ni ayiradigan bo'lsak, neytronlar soni ham 10 ta. Umumiy zarrachalar yig'indisi 29 ta. Xo'p, alyuminiy 3 plus ioni. Alyuminiyni tartib raqami 13, demak protonlar soni 13 ta. Elektronlar soni plus 3 bo'lganligi uchun 3 ta elektron berib yuborgan. Demak, 13 ta edi, 3 tasini berib yuborgan bo'lsa 10 ta qolgan. Neytronlar soni 27 dan protonlar soni, ya'ni 13 ni ayiramiz. Neytronlar soni 14 ta. Umumiy zarrachalar yig'indisi demak 13 ga 10 ni qo'shamiz 27, 27 ga 14, 13 ga 10 ni qo'shamiz 23, 14 ni qo'shamiz 37. Atom tarkibidagi navbatdagi tipimizni demak birinchi savoli. Azot 4 oksidi molekulasida nechta elektron bor? Demak, elektronlar protonlar soniga teng. Ya'ni protonlar nimaga teng? Atomni tartib raqamiga teng.
Demak, azot tartib raqami nechi? Demak, azotning tartib raqami 7. Davriy sistemamizda 7-o'rinda. Kislorod nechinchi o'rinda? Demak, ikkita indeksda 2 turibdi, koeffitsient 2 qo'yib atom holatida yozib oldim. Demak, kislorodimiz 8-o'rinda, 8 ni ko'paytiramiz 2 ga. 16. Demak, umumiy yig'indisini topadigan bo'lsak, 16 ga qo'shamiz 7 ni. 23 ta elektroni bor. Demak, elektron E harfi bilan, kichik e harfi bilan, proton kichik p harfi bilan, neutron kichik n harfi bilan belgilanadi. Demak, bu belgilanishi. Demak, A variantimiz to'g'ri. Xo'p, navbatdagi savolimiz 35, demak, xlorning 35 izotopi plus ionidagi elementar zarrachalar, ya'ni proton, elektron hamda neutronlar yig'indisini hisoblang. Xo'p, dastlab protonlar soni 35 izotopi xlorni plus ioni. Xo'p, proton, elektron hamda neutron. Neutronimiz massadan protondan ayirganimizga teng. Elektronimiz, demak, bitta elektron olib tashlashimiz kerakani plus ioni. Protonimiz tartib raqamiga teng. Xlorning tartib raqami necha? Xlor, demak, davriy sistemamizda 17-o'rinda. Demak, elektronimiz 17 minus 1. Chunki plus bo'lganligi uchun elektron beradi. Nechta? Demak, 16 ta. Neutronlar soni massamizda aytilgan 35, ayrilgan proton 17. Demak, 18. Neutronlar soni 18 ta, protonlar soni 17 ta, elektronlar soni 16 ta. Ya'ni elementar zarrachalar soni so'rilgan, ya'ni umumiy yig'indisi. Demak, yig'indisini hisoblaymiz. 17 qo'shilgan 16 qo'shilgan 18. Hisoblaydigan bo'lsak, demak, 17 ga 16 ni qo'shamiz 33, 33 ga 18 ni qo'shamiz 51. C variantimiz to'g'ri. 4-tip savolimiz elementar zarrachalar yig'indisi eng ko'p bo'lgan murakkab, demak, molekula formulasini ko'rsating. Demak, har bir variantni tahlil qilib ko'ramiz. Keling, A variantdan boshlaymiz. A variantimizda azotning 13 izotopidan hamda tritidan foydalanilgan. Demak, azotni protoni 7 ta, tartib raqami 7. Qo'shilgan tritriniki, demak, bittasiniki 1, 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 3. Protonlar soni 10 ta. Elektronlar soni, demak, protonlar soniga teng 7 qo'shilgan 3. Bu ham demak 10 ta. Neutronlar soni massasi, demak, 13 ga 9 ni qo'shamiz, ya'ni tritrining massasi 3, 3 tasiniga 9. 9 ni 23 ga qo'shadigan bo'lsak, ya'ni 13 ga qo'shadigan bo'lsak, bizda 22 hosil bo'ladi. 22 dan 10 ni ayiramiz, demak 12. Jami yig'indimiz 10, 10, 12, 32. Demak, yig'indi 32. Xo'p, variantni ko'raylik. Azotning 13 izotopi D3 hamda T3. Xo'p, protonlar soni azotniki 7, D3niki, demak, 2, T3niki 1, jami 10. Elektronlar soni ham xuddi mana shuncha, demak 10 ta. Neutronlar soni massamiz 13 ga 4 ni qo'shamiz 17, 17 ga 3 ni qo'shamiz 20, 20 dan 10 ni ayiramiz 10. Demak, yig'indimiz 30. Xo'p, C variantni tahlil qilamiz endi. Azotning 15 izotopi hamda D3. Protonlar soni azotniki 7, D3niki 3, 10 ta. Elektronlar soni ham 10 ta. Neutronlar soni massamiz, demak, 15 ga qo'shishimiz kerak 6 ni. 21, 10 ni ayiramiz 11. Yig'indimiz, demak, 10, 10, 20, 11, 31. D variantni tahlil qiladigan bo'lsak, azotning 15 izotopi vodorod, D3 hamda T3.
Protonlar sonimiz azotniki 7, vodorod 1, deuteriy 1 hamda tritiy 1, jami 10 ta. Elektronlar soni ham 10 ta. Neytronlar soni 15 qo'shilgan 1 16, 16 ga 2 ni qo'shamiz 18, 18 ga 3 ni qo'shamiz 21. 21 dan 10 ni ayiramiz 11, jami yig'inimiz 31. Demak, bizda masala shartimizda elementlar zarrachalari yig'indisi eng ko'p bo'lgan molekula so'ralganda, demak 32 eng yuqorisi bo'ldi. A variantimiz to'g'ri. 6-tip savoli. Tarkibida 5 ta proton, 7 ta neytron hamda 2 ta elektron bo'lgan element ioni formulasini aniqlang. Demak, proton hech qachon o'zgarmaydi dedim. Proton orqali qaysi element ekanligini bilib olishimiz mumkin. Demak, 5-tartib raqamdagi demak elementimiz bu bor elementi. Endi protonimiz aytildi bizda 5 ta, neytronimiz 7 ta. Protonga qo'shadigan bo'lsam neytronni massasini berish kerak edi. Demak, qo'shishim kerak 5 ga 7 ni 12. Endi elektroni 2 ta. Elektronlarimiz 2 ta. Protonimiz 5 ta. Nechtaga farq qildi? Demak, elektron 2 ta bo'lib qoldi, 3 ta edi. Nechta berib yubordi? Demak, 3 ta berib yubordi. Elektron beradigan bo'lsa plus ishora bo'lishi kerak. Demak, 12 dan demak plus 3, massasi 12, zaryadi demak plus 3 ioni bo'lgan. Demak, C variantimiz to'g'ri. Navbatdagi tipimiz demak 7-tip. Temir qaysi izotopida 32 ta neytron bo'ladi? Demak, izotopi demak bu yerda qaysi massali izotopini so'ralgan. Neytronlar sonimiz 32 ta. Demak, temirning protonlar soni hech qachon o'zgarmaydi. Protonlar soni tartib raqamiga teng. Temirning tartib raqami 26. Demak, massamiz har doim teng bo'lardi proton hamda neytronlar yig'indisiga. Demak, massasini topadigan bo'lsak, 32 ga qo'shamiz 26 ni. 58. Demak, bu temirning 58 izotopi bo'lgan. 11-savol. X2 2+ ionida 28 ta elektron bo'lsa, noma'lum elementni aniqlang. Xo'p. X2 2+ ionimizda elektronlar soni 28 ta. Elektronlar soni 28 ta qachon bo'lgan? 2 ta elektron bergandan so'ng. 2 ta plus bo'lganligi uchun demak elektron bergan. Demak, qo'shadigan bo'lsam 2 ni bergan elektronlarni qaytarib olyapmiz demak. Jami 30 elektronimiz bor. Endi 2 ta X element uchun, ya'ni atom uchun 30 ta bo'ladigan bo'lsa, bitta X uchun qancha? Demak 15 ta. Atom holatida demak elementda proton hamda neytronlar soni teng bo'ladi. Demak 15 bu bizda fosfor elementimizga tegishli. C variantimiz to'g'ri. 12-tipimiz qaysi birikmada proton hamda neytronlar soni teng? Demak, protonimiz teng bo'lishi kerak ekan neytronga. Xo'p, A variantda metan berilgan. Protonimiz soni 6 ga 4 ni qo'shamiz 10 ta. Neytronlar soni demak massasi 16, 16 dan 10 ni ayiraman, protonni neytron hosil bo'ladi. Demak, 16 dan 10 ni ayirsam 6. Demak, A variantimiz xato, ya'ni bir-biriga teng emas. B variantimizda ammiak berilgan, protonlar soni 10 ta. Ya'ni 7 ga 3 ni qo'shamiz. Neytronlar soni 17 dan 10 ni ayiramiz 7. Demak, bu ham bir-biriga teng emas. C variant. H2O suv. Demak, protonlar sonimiz 8 ga 2 ni qo'shamiz 10. Xo'p. Neytronlar soni 18 dan 10 ni ayiramiz 8. Demak, bu ham teng emas. D variant demak, so'nggi variantni ko'ramiz, vodorod ftarit. Protonlar soni demak 10 ta. Neytronlar soni massadan protonni ayirishimizga teng. Demak, 19 ga 1 ni qo'shamiz 20. 20 dan 10 ni ayirsam demak 10. Demak, haqiqatan bu bir-biriga teng. D variantimiz to'g'ri. 15-savol. Qaysi element atomida pritgacha demak elektron bo'ladi? Xo'p, pritni elektronlar sonini hisoblaymiz. Temir S2. Bitta temir atomida demak elektronlarimiz soni 26 ta. Qo'shilgan oltin gurtni bittasida 16 bo'lsa, ikkitasida 32. Qo'shadigan bo'lsak 58. Endi qaysi element atomida deyilgan, ya'ni 58-tartib raqamdagi elementimiz bo'ladi.
davriy sistemada 58-tartib raqamda demak bizda Gafni joylashgan. Demak 58 Gafni emas, 58-davriy sistemamizda 58-tartib raqamimizda seri joylashgan. Demak to'g'ri javobimiz seri. 17-tip savolimiz. Xo'p, HXO4 2- ionida 50 ta elektron bo'lsa, noma'lum elementni aniqlang. Demak, elektron olgan, bizda 2 ta elektron olgandan so'ng 50 ta bo'lgan. Demak, 50 dan 2 ni ayiradigan bo'lsa, olmasdan oldin, demak, elektron olmasdan oldin elektronlar soni nechta bo'lgan? Demak, 48 ta bo'lgan. Endi formulamiz HXO4 holatda bo'ldi. Bu yerda bizda ma'lumlari, demak, vodorodning elektron soni hamda kislorodning elektron soni ma'lum. Demak, 48 dan ayiramiz 1 ni vodorodning elektronlarini hamda 8 ko'paytirilgan 4 ni. Ya'ni kislorodning elektronlar soni 8 ta, undan 4 ta atom bo'lgani uchun 4 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 48 dan ayiramiz 33 ni. 15. Demak, bu fosfor bo'lgan. Chunki qolgani x ga qoladi elektronlar soni. Bu fosforning elektronlar soniga teng. 18-tip savolimiz. Xo'p. X4 uglerod 3 molekulasida 86 ta elektron bo'lsa, X6 uglerod 2 molekulasida nechta elektron bo'ladi? Xo'p, bu yerda bizga ma'lumi uglerodning elektronlar soni. Uglerodning elektronlar soni 6 ta. Buni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsa, moddamiz tarkibidagi uglerodning elektronlar soni kelib chiqadi. Demak, 18 ta. 86 ta umumiy elektrondan 18 ta elektronni demak olib tashlaydigan bo'lsam, bizda x 4 ta ximiz uchun qoladigan elektronlar soni kelib chiqadi. Demak, 68 ta elektronimiz 4 ta x ion uchun, element uchun 68. Demak, bitta ximiz uchun qancha? Demak, 68 ni bo'lamiz 4 ga. 17. Endi bizda 6 ta x hamda 2 ta ugleroddagi elektronlar soni so'ralgan. Xo'p, endi bizga berilgan moddadagi umumiy elektronlar sonini aniqlashimiz kerak. Uglerodniki demak bizga ma'lum. 2 ni ko'paytiramiz 6 ga. 12 ta. 17 ni ko'paytiramiz 6 ga. 102. Endi ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, umumiy demak moddamizdagi elektronlar soni kelib chiqadi. Demak 114 ta. Atom tarkibi hamda test mashqlari. Birinchi savol. Azot to'roksidi molekulasida nechta elektron bor? Hop. NO2. Dastlab keling moddamizni atomlarga ajratib olamiz. Bitta azot atomi, azotda nechta elektron bor? 7 ta. 2 ta kislorod atomi. Kislorodda demak 2 ni ko'paytiramiz. Bitta kislorod atomida 8 elektron bor, jami 16 ta. Ikkalasini yig'ib qo'shadigan bo'lsak, azot va kislorodda NO2 dagi elektronlar soni kelib chiqadi. 16 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak, 23 hosil bo'ladi. Demak, azot to'roksid tarkibida 23 ta elektron mavjud. 2 1 35. Demak, izotopli xlor plus ionidagi elementar zarrachalarni yig'indisini aniqlang, ya'ni proton, elektron hamda neytronlar yig'indisi. Dastlab protonini topamiz, so'ngra elektroni va neytroni. Protoni nechiga teng? Xlor tartib raqami 17. Elektroni 17 minus 1, ya'ni plus 1 bo'lgani uchun zaryadi bitta elektron o'zidan yo'qotadi va 16 ta elektron qoladi. Neytronlar soni 35 dan ayiramiz protonlar sonini 17 ni. 18. Birgalikda yig'adigan bo'lsak, qiymatlarimiz 17 ga 16 ni qo'shamiz 33, 33 18 51. C variantimiz to'g'ri. 3-savol. Alyuminiy OH dan 2+ ionidagi proton, neytron, elektronlar yig'indisini aniqlang. Ya'ni umumiy zarrachalarni yig'adigan bo'lsak, bizda proton va neytron yig'indisi nimani berardi? Massani berardi. Atom massani. Bu yerda ham xuddi mana shunday. Ya'ni massani beradigan bo'lsa, alyuminiyning massasi 27, qo'shilgan 17, OH ning massasi jami 44. Endi elektronni topadigan bo'lsak, elektron alyuminiyda 13, qo'shilgan kislorodda 8 ta, vodorodda 1 ta. Qo'shadigan bo'lsak 14, 22. 22 ga 44 ni qo'shamiz 60,
6 ta. 66 ta bo'lishi kerak edi, lekin bizda elektronlarimiz nechta plus 2 ioni bor, ya'ni ikkita elektron yo'qotgan. Ayirib tashlaydigan bo'lsak, 64 hosil bo'lar ekan. Demak, A variantimiz to'g'ri. 4-1 elementar zarrachalar yig'indisi eng ko'p bo'lgan molekula formulasini ko'rsating. Xo'p, dastlab A variantini ko'raylik. Demak, elementar zarrachalar yig'indisi degani proton, elektron va neytronlar yig'indisi. Proton bilan neytron yig'indisi massani berish kerak. Demak, massasi bilan elektron yig'indisini topib ketaversak bo'ladi. Massasi azot 13, 13 ga tritining massasi 3, tritidan 3 ta, 9 ga 13 ni qo'shamiz 22. Qo'shilgan elektronlar soni azotda 7, bunda 3, jami 10 ta. Yig'indisi 32. Xo'p, B variantimizda massamiz azot 13 ga 4 qo'shamiz 17, 17 ga 3 ni qo'shamiz 20. Qo'shilgan elektronlar soni 10 ta. Teng bo'ladi 30 ga. Xo'p, C variantimizda azot 15, 15 ga 6 ni qo'shamiz 21. Qo'shilgan 10, 31. D variantimizda azot 15, 15 ga 1 ni qo'shamiz 16, 16 ga 2 ni qo'shsak 18, 18 ga 3 21. Qo'shilgan 10. Teng bo'ladi 31 ga. Eng kattasi bizda A variantda bo'ldi, ya'ni 32. 5-savol. Demak, azot 3 minus ionidagi elementar zarrachalar yig'indisini aniqlang. Xo'p, elementar zarrachalar yig'indisi proton, elektron hamda neytronlar yig'indisi. Proton bilan neytron massani beradigan bo'lsa, demak, massa bilan elektronlarning yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, umumiy zarrachalar yig'indisini hisoblagan bo'lar ekanmiz. Azot 15 izotopidan 3 ta bor. Demak, massa 45. Elektronlar azotni, demak, 7 ni ko'paytiraman. 3 ga 3 ta atom bo'lgani uchun, elektronni bitta atom uchun 7 ta, 3 tasi uchun 21. 21 dan demak ayirishimiz kerak bo'ladi nechini endi. Dastlab qo'shamiz buni 66. 66 dan ayiramiz nechini? Minus ion bo'lganligi uchun biz ayirmaymiz, aksincha endi elektron qo'shamiz. Ya'ni minus bo'ladigan bo'lsa biz elektron oladi dedik. Demak, nechini qo'shishimiz kerak? Minus 1 bo'lganligi uchun qo'shamiz 1 ni. Va bizda hosil bo'ladi 67. C variantimiz to'g'ri. 6-tip tarkibida 5 ta proton, protonlari 5 ta. Bu degani tartib raqami 5-tartib raqamda bo'lgan element. Bu demak bor ekanligi ma'lum. Bu degani A hamda B variantlarimiz xato. Neytronlar soni 7 ta. 5 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak 12. Ya'ni proton plus neytron atom massani berish kerak edi. 12 massali bo'lgan. Demak, borini 12 izotopi. Endi elektronlari teng ekan 2 taga. Elektronlari protonlardan kam, ya'ni protoni ko'p ekan elektrondan. Bu qanday holatda bo'ladi? Zaryadimiz musbat bo'lsa, manfiy bo'lsa, demak musbat bo'lgan holatda, ya'ni musbat bo'lsa, elektron bergan bo'ladi, ya'ni plus 3 holatda bo'lgan. Demak, C variantimiz to'g'ri. 7-tip temir qaysi izotopida 32 ta neytron bor. Temirni neytronlari aytilibdi 32 ta. Protoni nechta? Temirning protoni hech qachon o'zgarmaydi. Ya'ni temirning tartib raqami 26. Proton qo'shilgan neytron atom massani berish kerak. O'sha atom massa bu temirning qaysi izotopi ekanligini belgilab beradi. 32 ga qo'shadigan bo'lsak 26 ni 58 hosil bo'ladi. B variant to'g'ri. 8-tip. Xo'p. Bizga element berilibdi. Demak, elementimizni plus 3 iondagi elementar zarrachalar yig'indisini aniqlang debdi. Xo'p. Elementimizda tartib raqami demak 62. Elektronni ichda. Elektronni elementar zarrachalar degani uchun 62 dan ayiraman nechini 3 ni. Chunki plus 3 holatda.
59. Elementlar zarrachalar yig'indisi umumiy, demak, proton bilan neytron yig'indisi massani berish kerak. Massa berilgan 152 ga qo'shamiz 59 ni. Teng 211 hosil bo'lar ekan. A variantimiz to'g'ri. 9-savol. Kobalt 60 yadrosidagi neytronlar sonini aniqlang. Xo'p, kobaltning massasi qancha ekan? 60 ekan. Biz kobaltning nimasini bilamiz? O'zgarmas. Demak, buni yadro zaryadining tartib raqami 27 ga teng. Bizda neytron soni so'ralgan. Neytron soni atom sonidan ayirganimda, massadan, demak, protonlar sonini ayirganimda neytron soni kelib chiqish kerak. Demak, 60 dan ayirishim kerak. 27 ni hosil bo'lish kerak bizda. Demak, 33 bu neytronlar soni. 11-tip. Xo'p, x2 2 plus ionda 28 elektron bo'lsa, noma'lum elementni aniqlang. Xo'p, mana shu holatda, ya'ni 2x plus 2 degani bizda ikkita elektron berib yubordi. Ya'ni mana shundan ikkita elektron berib yuborgandan so'ng 28 elektron bo'ldi. Ikkita x'imizda dastlabki elektronlar, ya'ni atom holatdagi elektronlar nechta? Atom holatdagi elektronlari 30 ta. Chunki 2 bu tomonga plus bo'lib o'tadi. X'imiz teng bo'ladi 15 ga. 15 biz demak tartib raqamini belgiladik. Bu yerda x bilan x'imiz 15 bo'lgan elementimiz bu fosfor bo'lgan. 12-savol. Qaysi birikmada proton va neytronlar soni teng? Xo'p, A variantda metanning protonlari uglerod 6, vodorod 4 jami 10 ta. Xo'p, neytronlar soni 16 dan 10 dan ayirsam 6 ta. Demak, ikkalasi teng emas bir-biriga. Xo'p, B variantda ammiak NH3 massasi 17 ga teng. Xo'p, 17 dan ayiraman. Demak, protonlar soni, ya'ni 10 ni. 7 ta neytronga ega. Protoni 10. Demak, bu ham teng emas. Xo'p, C variantda suv. Protonlar soni nechta? 2 ga 8 ni qo'shaman 10 ta. Xo'p, umumiy demak massasi 18, 18 ayiraman protonlar sonini 10 ni 8 hosil bo'ladi. Bu ham bir-biriga teng emas. Endi D variantda vodorod ftarit. Massasi demak 20 ga teng ayiraman protonlar sonini 9 ga 1 ni qo'shsam 10. Teng bo'ladi 10 ta neytroni, protonlari ham teng bo'ladi bu 10 ga. Demak, proton hamda neytron soni teng bo'lgani bu vodorod ftarit ekan. 14-tip. Qaysi atom yadrosida 4 ta neytron bo'ladi? Xo'p, 4 ta neytron bo'lish uchun demak, atom massadan ayirganimizda proton sonini teng bo'lish kerak ekan 4 ga. Atom massasi geliniki 4. Tartib raqami 2. 4 dan 2 ni ayirsam 2, demak A variantimiz xato. Litiyni 7 massali esa tartib raqami nechi litiyni? 3. Demak, 7 dan ayirganimizda 3 ni hosil bo'ladi 4. Demak, bu litiy bo'lgan. B variantimiz to'g'ri. 16-savol. X2O3 molekulasida 4 ta elektron bo'lsa, noma'lum elementni aniqlang. Xo'p, X2O3. Bizda ma'lum bo'lgan 3 ta kislorod atomi borligi va bitta atomda 8 ta elektron borligi. 8 ni 3 ko'paytiramiz 24. Jami 54 elektrondan 24 elektronni ayiradigan bo'lsam, 30 ta elektron nima uchun qoladi? 2 ta x'imiz uchun. Demak, 2 x'imiz teng 30 bo'lsa, x'imizning o'zi nechaga teng? 15 ga. Demak, bu fosfor bo'lgan. 17-tip. HXO4 2- ionda ikkita elektron bo'lsa, noma'lum elementni aniqlang. HXO4 2-. Ikkita elektron olgandan so'ng 50 ta bo'lgan bo'lsa, 50 dan ayirib tashlayman 2 ni. Ikkita elektron olmasdan oldin o'zida qancha edi? 48 ta. Demak, 48 dan ayiraman 1 ni. Ayiraman 8 ko'paytirilgan 4 ni. Ya'ni 48 ayrilgan 33. 15. Demak, bu ham fosfor bo'lgan B variantimiz. 18-tip. X4 uglerod 3 molekulasida 86 ta elektron bo'lsa,
X6 uglerod 2 molekulasida nechta elektron bor? 4 ta X hamda 3 ta uglerod. 3 ni ko'paytiramiz 6 ga 18. 86 dan ayirishim kerak 18 ni. 68 ta qoladi 4 X ga. 68 teng 4X, X'imiz teng 68 ni bo'lamiz 4 ga. X'imiz teng 17. X ni bitta atom uchun 17 ta. Endi bizga aytilganki X6 ugleroddan 2 ta. 17 ni ko'paytiramiz 6 ga, qo'shilgan 6 ko'paytirilgan 2. 17 ko'paytirilgan 6 102 qo'shamiz 12. 114. 19-tip vodorod sulfidning molyar massasi 41 gram taqsim mol bo'lsa, oltin gurtning molyar massasini gram taqsim molda hisoblang. Hop, tritiy 2s. Tritiy atom massasi 3 ga teng. 3 ni ko'paytiramiz 2 ta atomga, jami massamiz 6. Endi 41 dan ayiramiz 6 ni. 35 nima uchun qoladi? Oltin gurt uchun qolar ekan atom massasi sifatida. Massa son 69 va 71 izotoplardan tashkil topgan galliy elementining o'rtacha nisbiy atom massasi 69.5 ga teng. Izotoplar aralashmasidagi galliy 71 izotopining mol ulushini aniqlang. Xo'p, keling buni demak diagonal, ya'ni qaychi usulga qo'yamiz. 71 69.5 va 69. 69.5 dan 69 ayirsam 0.5 bo'ladi. 71 dan 69.5 ni ayirsam 1.5 bo'ladi. Xo'p, endi bularni bizda nisbat so'ralgan. Demak, nisbatini topib olishimiz kerak birinchi. Mol ulush so'ralgan. Bu mollar nisbati 1 ga 3 nisbatda olsak bo'ladi. Endi buni bizda galliy 71 ni, ya'ni mana buni foizi so'ralgan. Umumiy mollar yig'indisi 3 ga 1, ya'ni 4 mol. Bu 100%. 1 molimiz necha foiz? 25%. 21 savol, mol ulushi 75% bo'lgan rubidiy 85 izotopi hamda 25% bo'lgan rubidiy 87 izotopi demak bo'lsa, izotoplar aralashmasining o'rtacha nisbiy atom massasini hisoblang. Xo'p, umumiy 1 mol deb oladigan bo'lsak, mana shu 1 molimiz 100%. Buni 75% rubidiyni 85 izotopiga, 25% rubidiyni 87 izotopiga tegishli. Ularni endi umumiy 1 mol bo'lgani uchun buni 0.75 mol desak bo'ladi. Buni 0.25 mol desak bo'ladi. Endi o'rtacha molyar massaga qo'yamiz. 0.75 ko'paytirilgan 85 qo'shilgan 0.25 ko'paytirilgan 87 taqsim 1 umumiy mollar yig'indisi. 0.75 ni ko'paytiramiz 85 ga. Teng bo'ladi 63.75. Endi 0.25 ni ko'paytiramiz 87 ga. 21.75. 21.75 ga qo'shamiz 63.75 ni. 85.5. 22 savol. Quyidagilarni ajrating debdi. Izotop, izobar, izoton. Xo'p, izotop nima edi? Izotop demak protonlar soni bir xil. Izobar atom massalari bir xil, izoton neytronlari bir xil. Izotop bo'lishini bitta element atomlari bo'lish kerak, ya'ni bir xil element atom bo'lish kerak. Massasi har xil bo'ladi, ammo demak elementimiz bitta bo'ladi. Bitta element bo'lganlari qaysilar? Demak, bu yerda 1 2 3 ta bir xil elementimiz, ya'ni 3-4-5 raqamlardagilar biz uchun izotop bo'ladi.
A ga 3, 4, 5 bo'lgan variantni olishimiz kerak. Bu demak D variantimizda keltirilgan. Xo'p, 25 X2O4 2- ionida 46 ta elektron bo'lsa, HXO3- ionida nechta elektron bor? Xo'p, 2X plyusdan 8 ko'paytirilgan 4 jami nechta elektron bor ekan? 46 ta. Qachon 46 ta bo'lgan? 2 ta elektron olgandan so'ng demak, olmasdan oldin qancha bo'lgan? 2x plus 32 teng 44 ga, 2ximiz teng 12 ga, ximiz teng bo'lar ekan 6 ga. Ximiz 6 degani bu uglorod. Demak, H3-. Bu iondagi elementlar, elektronlar sonini aniqlashimiz kerak. 1 vodorod uchun 6, uglorod uchun 8 ko'paytirilgan 3, kislorod uchun 6 ga 1 ni qo'shaman 7, 7 ga bu 24, 31. 31 lekin bizda minus ion bo'lgani uchun bitta elektron qo'shib olishimiz kerak plus 1 ga. Demak, 32. A variantimiz to'g'ri. 26-savol. Jadvaldagi ma'lumotlardan foydalanib A, B va C larini yig'indisini hisoblang. Demak, jadvalimizda bu berilgan X, Y hamda Z lar bular elementlar. Birinchi jadvalimiz neytronlar, ikkinchisi protonlar, uchinchisi atom massalarini demak berilishi. Neytron hamda protonni demak orqali biz atom massani, ya'ni S ni topishimiz kerak ekan. Proton va neytron yig'indisi nimani berardi? Bu atom massasini berardi. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, atom massasini beradi. Demak, S teng bo'lar ekan 35 ga. Xo'p, atom massadan neytronni ayiradigan bo'lsam, proton kelib chiqish kerak. 37 dan 27 ni ayiraman. 20 ni ayiraman. 17 hosil bo'lar ekan. Xo'p, endi 38 atom massadan protonni ayirsam, neytron kelib chiqish kerak. 38 dan 18 ni ayiradigan bo'lsam, 20 hosil bo'ladi. Endi bizda hammasini yig'indisi so'ralgan. Demak, A 20 qo'shilgan, B 17 qo'shilgan, C 35. Yig'indini qo'shadigan bo'lsak, 20 ga 35 ni qo'shsam 55, 55 ga 17 ni qo'shsam 72 hosil bo'ladi. B varianti to'g'ri ekan. 27-tip. Demak, uglorod 6 ta, H dan X ta. Molekulasidagi elementar zarrachalar soni 132 ta bo'lsa, X ning qiymatini aniqlang. Xo'p. Dastlab protonlar sonini topaylik. Biz proton bilan keling neytron yig'indisi atom massasini berish kerak edi. Umumiy elementar zarrachalar degani proton, elektron hamda neytronlar yig'indisi. Atom massa bilan elektronni topadigan bo'lsam, bular yig'indisi 132 ga teng bo'lishi kerak ekan. Atom massa nimaga teng bo'ladi? Bu yerda massasi endi elementlar uchun atom massa, bu modda uchun massa. Massamizda demak 12 ni ko'paytiramiz 6 ga, qo'shamiz 1 ni ko'paytiramiz x ga. Ya'ni 72 plus x massamiz. Xo'p, endi 72 plus x elektronlarimizcha 6 ko'paytirilgan 6 qo'shilgan 1 ko'paytirilgan x teng 36 qo'shilgan x. Umumiy yig'indisi 36 plus x qo'shilgan 72 plus x teng 132. 36 ga 72 ni qo'shamiz, 108 qo'shilgan 2 ximiz teng 132 ga. 132 dan 108 ni ayiradigan bo'lsam, 2 ximiz teng bo'ladi 4 20. Xo'p, 132 ayrilgan 108 24. Buni 2 ga bo'laman, 12 hosil bo'lar ekan. Demak, ximiz teng 12. Tip D3 anionidagi neytronlar barcha zarrachalarning qancha qismini tashkil qiladi? D3 anioni, demak D3 minus. D3 ning massasi 2, tartib raqami 1. Xo'p, protonlari nechiga teng? 1 ga teng. Neytronlari 2 minus 1 teng 1 ga teng. Elektronlar soni 1 plus 1
teng 2 ga teng, chunki minus holatda zaryad. Endi bizdan so'raganki, neytronlar barcha zarrachalarimiz bir proton qo'shilgan, bir neytron qo'shilgan 2 elektron, jami 4 ta neytronimiz, bir umumiy mollar yig'indisiga, qiymatlar yig'indisiga bo'ladigan bo'lsa, ya'ni proton, elektron, neytron yig'indisiga 4, ya'ni 1 taqsim 4 qismini tashkil qilar ekan. Xo'p, 31 oltin gugurt X molekulasida, demak 32 ta elektron bo'lsa, X ni aniqlang. Oltin gugurtni bitta atomida 16 ta elektron bo'ladigan bo'lsa, 16 ko'paytirilgan X'imiz teng bo'lar ekan 32 ta elektronga. X'imiz teng bo'lar ekan 32 ni 16 ga bo'lsam 2, demak oltin gugurt 2 shaklida yozilgan elektronlar soni umumiy holatda 32 tani tashkil qilar ekan. B variantimiz to'g'ri. 32-savol. Namunada 1 mol xlor 35 va 3 mol xlorning 37 izotoplari bo'lsa, xlorning nisbatan massasini hisoblang. Xo'p, 1 molni ko'paytiramiz 35 atom massaga. Qo'shamiz 3 molni ko'paytiramiz 37 atom massaga. Hamda umumiy qiymatni mollar yig'indisiga bo'lamiz. 35 qo'shilgan 37 ni ko'paytiramiz 3 ga. 111 bo'lamiz 4 ga. 111 ga qo'shamiz 35 ni, 146 ni bo'lamiz 4 ga. 36,5. 33-tip. Kalsiy 2 plus ionidagi elektronlar soni X2 minus iondagidan 2 marta kam bo'lsa, X ni aniqlang. Kalsiy 2 plus ionidagi elektronlar sonini topaylik dastlab. Kalsiyda elektronlar soni o'zi 20 ta. 2 elektron berib yuborgandan so'ng 18 ta bo'lib qoldi. Demak, mana shu 18 ta elektron X tagidan 2 marta kam. Demak, 18 ni ko'paytiradigan bo'lsam 2 ga 36. 36 degani demak X minus ionidagi elektronlar soni 36 ta. X ni minus ionida elektronlar soni 36 ta. Mana shu elektron qachon 36 ta bo'lgan? Mana bu bitta elektron o'ziga qabul qilib olgandan so'ng. Demak, birini ayiradigan bo'lsam 35 bu X atom uchun elektronlar soni hisoblanadi. Endi davriy sistemamizda 35-o'rinda nima joylashgan? 35-o'rinda brom joylashgan. Demak, bu brom elementi bo'lgan. 34. Xo'p, oltin gugurtni 32 izotopi 2 minus iondagi neytronlar barcha zarrachalarning qancha qismini tashkil qiladi? Dastlab protonlarini topamiz. Protonlarimiz 16 dan tartib raqamga teng. Elektronlarimiz 16 plus 2, ya'ni plus minus 2 ion bo'lgancha 2 elektron qo'shyapmiz 18 ta. Neytronlarimiz 32 atom massasidan protonlarni ayiramiz 16 ni, 16 da hosil bo'ladi. Umumiy yig'indan yig'adigan bo'lsak, 32 proton bilan neytron yig'indisi hamda 18 ni qo'shadigan bo'lsak, 50 ta umumiy zarrachalar hosil bo'lar ekan. Bu umumiy 100%. Neytronlarimiz 16 ta. Foizi qancha bo'ladi? 32%. 35. Xo'p, X3 fosfor 2 molekulasida 78 elektron bo'lsa, X xlor 4 molekulasida nechta elektron bor? X3 2 molekulasida elektronlar soni 78 ta. Demak, 3X plusdan fosfor davriy sistemamizda 15-o'rinda joylashgan. Demak, 15 ko'paytirilgan 2. Bu yerda mana bu X bilan mana bu X bitta narsa emas, bu X element bo'ladigan bo'lsa, bu X uni elektronlar soni bitta X'imizda teng bo'lishi kerak ekan, bu 78 ga. Demak, 3X'imiz teng bo'ladi. 78 dan 30 ni ayiradigan bo'lsam 48. X'imiz teng bo'ladi 16 ga. Demak, oltin gugurt xlordan 4 ta bo'lgan. Umumiy elektronlar soni oltin gugurt 16, qo'shilgan 4 ko'paytirilgan xlor uchun 17 ta. Bittasi uchun. Demak, 4 ni ko'paytiramiz 17 ga, qo'shamiz 16 ga. 84. Variantimiz to'g'ri. 36-savol. Oltin gugurtni, demak, M massali izotopidan molekulasida 392 ta elementar zarracha bo'lsa, M ning qiymatini aniqlang.
elementar zarrachalar proton, elektron hamda neytronlar yig'indisi. Bu umumiy qiymatda 392 ga teng ekan. Protonimiz nechiga teng? 16 ko'paytirilgan 8. Qo'shamiz. Elektronimiz ham 16 ko'paytirilgan 8. Qo'shilgan neytronimiz demak m massa ko'paytirilgan 8 ayrilgan 16 ko'paytirilgan 8 ga teng. Umumiy qiymatda. Bu teng bo'lar ekan 392 ga. 16 ni 8 ga ko'paytiraman. 128. 128 ga yana qo'shaman. 128 ni proton hamda elektronlar yig'indisi 256 ta. 392 dan ayiramiz 256 ni. 392 ayrilgan 256. 136. 136 ni umumiy massa 8 ta atom uchun, ya'ni oltin guruhning 8 atom uchun. 136 ni bo'lamiz 8 ga. Demak, m qiymatimiz kelib chiqish kerak. Hop, 136 bo'lingan 8. 17. Bu neytronlar soni. Endi bizda m so'ralgan, ya'ni atom massa. M teng bo'ladi 17 neytron qo'shilgan 16 protonga. Jami 33 ga teng bo'lar ekan. Xo'p. 37. Neon tabiatda 20 hamda 22 ko'rinishda uchraydi. Neonning o'rtacha nisbiy atom massasi 20.2 bo'lsa, qancha demak normal sharoitdagi neonda 0.9 mol neon 20 izotopi bo'ladi. Xo'p, 22 20.2 hamda 20 diagonal so'yib qo'yadigan bo'lsam 0.2 ga hop 1.8 20.2 izotopiniki umumiy qiymatda 2. Hop, bizda aytilganki 0.9 mol neonni 20 izotopi qanchada bo'ladi? 2 marta kichik 1 molda. 1 molimiz ko'paytiramiz 22.4 ga 22.4 litr hajmda bo'lar ekan. 38 massa soni 16 hamda 17 bo'lgan izotoplardan tashkil topgan kislorod elementining o'rtacha nisbiy atom massasi 16.6 ga teng bo'lsa, 5.6 litr normal sharoitdagi molekulyar kisloroddagi demak kislorod 17 izotopining miqdorini moldan hisoblang. 17 16.6 16 0.6 0.4 1 molimiz 22.4 litr. Mana shuni 5.6 litrdagi demak 17 izotopni mollari so'ralgan. 5.6 ni ko'paytiramiz 0.6 ga. Demak, hajm jihatdan, endi mol jihatdan bo'ladigan bo'lsa, 5.6 ni bo'lamiz 22.4 ga. 0.25. Demak, mana bu yerga 0.25 yozadigan bo'lsam, molda. Bu yerda qancha? X'imiz teng bo'ladi 0.15 ga. 0.15 17 izotop bo'ldi, lekin bizda masala shartimizda molekulyar kislorod, ya'ni O2 shaklidagi uchun so'ralgan, ya'ni 0.15 ni ko'paytiramiz 2 ga. 0.3 mol. 39. Qaysi birikmada proton va neytron nisbati 5 ga 4? Xo'p. A variantimizda ammiak berilgan NH3. Protonlar soni azot 7, vodorodda 3 jami 10 ta. Neytronlari hop 17 dan ayiramiz 10 ni 7. 10 ga 7 nisbatda. Hop, B variantda suv H2O. Massamiz 18, 18 dan hop ayirishimiz kerak bo'ladi. Protonlar soni, protonlarimiz 10 ga teng. Ayiradigan bo'lsak 8, 18 dan unda ayirsak, demak 2 ga qisqartirsak buni 5 ga 4 nisbatda. Demak, bu suv molekulasi uchun to'g'ri ekan. Xo'p, 42-tip X ftordan N molekulasida
4 ta atom va 62 elektron bo'lsa, birikmaning molyar massasini gram taqsim molda aniqlang. Xo'p, x ftordan n ta. Umumiy atomlar soni 4 ta bo'ladigan bo'lsa, umumiy 4 dan bitta x atomini ayirib tashlaydigan bo'lsam, 3 ta atom ftor uchun qoladi. Demak, x ftor 3. Umumiy elektronlar soni berilgan 62 ta. X ni elektronlarini a ta deb belgilasam, a qo'shilgan ftorni 9 ko'paytirilgan 3 teng bo'ladigan 62 ga. A teng bo'ladi 62 minus 27. A qiymatimiz teng bo'ladi 62 dan ayirganimda 27 ga. 35. Bu demak 35-tartib raqamda joylashgan elementimiz bron bo'ladi. Bizda molyar massa so'ralgan. Bronniki bittasiniki 80 qo'shilgan. Xo'p, ftorni 3 tasiniki 19 ko'paytirilgan 3 teng bo'ladi. 19 ni ko'paytirsam 3 ga 57 qo'shilgan 80. 137. Xo'p, 43-tip formulasi, demak mana shu ko'rinishda bo'lgan molekulada nechta neytron bor? Dastlab massalarini yig'ib chiqaylik. 13 qo'shilgan 2 qo'shilgan 3 qo'shilgan 35 teng bo'ladi nechiga? Xo'p, 13 qo'shilgan 5 qo'shilgan 35 53. 53 massaga ega. Endi neytron topishimiz uchun bizga proton kerak. Protonlarni yozib chiqamiz. 6 qo'shilgan 1 qo'shilgan 1 qo'shilgan. Bu yerda xlor 2 ekan, demak yana bunga qo'shamiz, yana 35 ni. 88. Bunga demak qo'shamiz 17 dan 2 ta, 34 ni tartib raqamlari. 34 ga 6 ni qo'shsam 40, 2 ni qo'shsam 42. Endi 88 dan ayirsam 42 ni bizga hosil bo'ladi 46 neytronlar soni. 44. Ammiak va amoniy kationi uchun quyidagilardan qaysilari umumiy? Xo'p, ammiak hamda plus protonlari, elektronlari va neytronlari. Protonimiz 10 ta, 11 ta. Protonlar umumiymi? Umumiy emas. Demak, bir bo'lgan variantlarni chiqarib tashlaymiz, faqatgina D qolar ekan. Xo'p, elektronlar sonini ham topib qo'yaylik. Elektronlari 12 10 ta, bitta elektron bo'lgani uchun bitta yo'qotadi. 12 ham 10 ta, demak elektronlar haqiqatan teng. Neytronlari massadan protonlarni ayirganimizga teng. Xo'p, 17 dan 10 ni ayirsam 7, 18 dan 11 ni ayirsam ham 7. Demak, neytronlar soni ham teng bo'lganligi uchun D variantimiz to'g'ri ekan. Xo'p, 45-chi deb 0.5 mol karbon tangdilik va 0.75 mol XH3 aralashmasida 38 mol elektron bo'lsa, noma'lum elementni aniqlang. Xo'p, karbon tangdirikni 1 molida elektronlar soni 22 ta. 0.5 molida qancha bo'ladi? 11 ta. Umumiy 38 moldan ayirsam 11 ni 27 mol qoladi. Bizda 0.75 mol XH uchun. Demak, 0.75 mol uchun bizda elektronlar soni 27 ta bo'ladigan bo'lsa, 1 molimiz uchun qancha? Demak, 27 ni bo'lamiz 0.75 ga. 36 ta. 36 ta elektronimiz XH uchun. Endi 36 dan 3 ta vodorodnikini ayirib tashlaydigan bo'lsam, 33 qoladi bizning noma'lum elementimizga. 33-chi demak noma'lum elementimiz bu mishiak. 33-chi C variantimiz to'g'ri. 46-savol. Qaysi zarracha tarkibidagi elektronlar soni farqli deyilgan? Xo'p, A variantda xlor minus ion. Xlorni elektroni atom holatda 17 ta minus 1 bo'lganligi uchun bitta qo'shilsa elektronlar soni 18 ta bo'ladi. Endi oltin gugurt 2 plus ion. Elektronlari 16 ta atom holatda. Plus 2 bo'lganligi uchun 2 ta elektron yo'qotadi, 14 elektronga ega. Xo'p, kaliy plus ion. Kaliy davriy sistemada 19-o'rinda joylashgan, elektroni 19 ta plus 1 bo'lgani uchun bitta elektron yo'qotish kerak, 18 ta. Xo'p, D variantda kalsiy plus 2.
Kalsiy davriy sistemada 20-o'rinda joylashgan, elektronlari 20 ta, plus 2 bo'lgancha 2 elektron yo'qotsa 18 ta. Bizda har birida 18 ta, faqatgina oltin gurtda 14 ta elektron bor, ya'ni farqli holatda. Demak, B variantimiz to'g'ri. Bizda farqlisi so'ralgan. 47 1 mol is gaziga necha mol karbonat angidrid qo'shilganda aralashmadagi elektronlar soni Avogadro sonidan 102 martaga ko'p bo'ladi. Xo'p, is gazi 1 mol tarkibida 20 demak 6 ga 8 14 elektroni bor. 14 elektron. Demak, Avogadro sonidan 102 marta ko'p bo'ldi degan, demak 102 elektronni bo'lsin degan. Demak, 102 dan ayiradigan bo'lsam 14 ni bizda demak karbonat angidridda kerak bo'ladigan elektronlarning soni kelib chiqadi. 102 dan ayiramiz 14 elektronni, 88 elektron karbonat angidridga to'g'ri keladi. Karbonat angidridni 1 molida 22 ta elektron bo'ladigan bo'lsa 88 elektron necha moliga to'g'ri keladi? 4 moliga. 4 mol karbonat angidrid qo'shilishi kerak ekan. 48. Xo'p, 60 izotopli X plus X3 plus ionda 24 elektron bo'lsa, nechta neutron bor? Xo'p. Dastlab 24 elektron bor edi. Qachon? 3 ta elektron yo'qotgandan so'ng 3 ta elektronni qaytarib beradigan bo'lsak, 27 ta elektronga ega bo'ladi. Atom massasi 60. Massadan, endi atom holatiga o'tgan elektron proton teng, demak protoni ham 27. 27 ni ayiradigan bo'lsak, bizda 33 ta neutron kelib chiqadi. 49 qanday mol nisbatda olingan romik oltin gurt va fullerin tarkibida elektronlar soni 8 ga 15 nisbatda bo'ladi. Xo'p, S8 elektronlar soni 16 ni ko'paytiramiz 8 ga. 128. Xo'p, endi 16 ni ko'paytirsak 8 ga 128. Fullerin ukleroddan 60 ta. 6 ni ko'paytiramiz 60 ga. 360 ta. Bularning necha mol ekanligini bilmayman. Oltin gurtni, ya'ni fullerinni Y mol desam, romik oltin gurtni X mol dedim. Umumiy 128 X ni bo'lganimda 360 Y ga teng bo'lishi kerak 8 taqsim 15 ga. 15 ni 128 ga ko'paytiraman. 128 X ko'paytirilgan 15 teng bo'ladi 360 ko'paytirilgan 360 Y ko'paytirilgan 8 ga. Xo'p, 128 ni ko'paytiradigan bo'lsam 15 ga. Xo'p, bizda kelib chiqadi 1920. 1920 X'imiz teng bo'lar ekan. Y ni ko'paytiramiz, ya'ni 360 ni ko'paytiramiz 8 ga. 2880 Y. Endi 2880 ni 1920 ga bo'lsam, X'imiz kelib chiqadi 1.5 Y ga. Nisbatini 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 2 X'imiz teng bo'lar ekan 3 Y ga. Demak, bu yerda X'imiz teng bo'ladi 3 ga, Y'imiz teng bo'ladi 2 ga. Bizda so'ralgani qanday mol nisbatida, demak X bilan romik oltin gurtni belgilagandik. Demak, Y bilan fullerin 3 ga 2 ga nisbatda. Demak, B variantimiz to'g'ri. 50-savol. Quyidagilardan qaysi biri german 73 izotopiga izotop, izobar yoki izoton emas deyilibdi? Xo'p, bu yerda demak germaniyni 72si bu bir-biriga o'zaro izotop. Ya'ni tartib raqamlari bir xil bo'ladi. Ikkalasini ham demak tartib raqami 32. Massasi har xil bo'lishi mumkin, ammo demak bizda tartib raqamlari bir xil. Xo'p, bu galli. Gallini tartib raqami 31. Endi 75 massaga ega bo'lgan bu yerda mishyak berilgan. Mishyakniki 33 ga teng. Mishyak bu yerda ham 33. Xo'p, bu bir-biriga izotop. Demak, A variant chiqib ketadi. Endi 74 dan 33 ni ayiradigan bo'lsam, 41 hosil bo'ladi. Xo'p, Germaniyni 73 dan 32 ni ayirsam ham 41 hosil bo'ladi. Bular o'zaro izoton, neutronlari bir xil. Demak, bu ham chiqib ketadi. Endi
75 dan 33 ni ayiradigan bo'lsam, bizda 42 hosil bo'ladi. Bu izoton emas, tartib raqami ham bir xil emas. Demak, bu izoton ham emas, izobar ham bo'lmaydi. Demak, C variantni ham ko'raylik. Bitta C variant qoldi. Gallini 72 izotop 31 ayiradigan bo'lsak 41 hosil bo'ladi neytronlar soni. Demak, bizda har birida 41 chiqyapti, neytronlar soni har biri izoton bu yerda. C variant ham olmaymiz. Bizda izoton ham, izobar ham, izotop ham bo'lmagani so'ralganligi uchun D variantni olamiz. 52 X O4 2 minus iondagi elektronlar soni X2 plus iondagidan 2,5 marta ko'p bo'lsa, X3 plus ionda nechta elektron bo'ladi? Xo'p, X plusdan 8 ko'paytirilgan 4 ikkita elektron qo'shilmoqda va mana shu holatda X minus 2 dagidan 2,5 marta ko'p. Demak, mana buni ko'paytirsam 2,5 ga tenglashi kerak. Demak, X plusdan 34 teng bo'ladi. 2,5 X'imiz ayrilgan 5 ga. Xo'p, 5 bu tomonga plus bu o'tadigan bo'lsa 39 teng bo'ladi 1,5 X ga. X'imiz teng bo'ladi 39 ni bo'lamiz 1,5 ga. 39 bo'lingan 1,5. X'imiz 26 hosil bo'ldi. Demak, 26 hosil bo'layotgan bo'lsa, bizda so'ralgani X3 plus ionda nechta elektron borligi. X atom holatda elektronlar soni 26 ta edi. Plus 3 bo'lgani uchun 3 ta elektron yo'qotadigan bo'lsa, 23 ta elektronga ega bo'lib qoladi. X plus 3 ioni. C variantimiz to'g'ri. 53 oltin gurt atomidagi barcha zarrachalarning 36% ni neytronlar tashkil etadi. Unga izobar bo'lgan xlor atomida nechta neytron bo'ladi? Xo'p, oltin gurt bilamiz, oltin gurtni tartib raqami 16. Ya'ni bu degani proton teng 16, atom deganligi uchun demak elektronni ham 16 ga teng. Neytronni bilmaymiz chunki bizda atom massasi noma'lum. Bizga ma'lum bo'lgani umumiy zarrachalarimiz proton, elektron, neytron 100% bo'ladigan bo'lsa, mana shundan 36% neytronga tegishli, qolgani 64% proton plus elektronga tegishli. 16 ga 16 ni qo'shsak 32 bu proton hamda neytronlar yig'indisi. Bu degani 64% ga teng. 36% qancha? 18. Bu 18 neytronlar soni. Neytronlar soni bo'lgan bo'lsa, bizga mana shunga demak massasini topishimiz uchun 18 ni, ya'ni neytronni qo'shishimiz kerak protoniga. 18 qo'shilgan 16 teng bo'ladi 34 ga. Xlorni 34 izotopi so'ralgan, ya'ni bu izobar bo'lsin degan bir-biri bilan 34 izotopi 17 tartib raqami. Neytron soni so'ralgan 34 massidan 17 protonni ayirsam 17 neytronlar soni kelib chiqadi. Demak, B variantimiz to'g'ri. 54 demak kremniy 30 izotopi hamda N ioni. Kremniyning tartib raqamini bilamiz, o'zgarmas, demak 14. Barcha demak elementar zarrachalar yig'indisi 40 bo'lsa, N aniqlang. Protonimiz bor 14. Neytronimiz bor 30 ayrilgan 14 teng 16. 16 ga 14 ni qo'shadigan bo'lsam, yig'indisi 30 hosil bo'ladi va bizda umumiy 40 degan. 40 dan ayirsam 30 ni qoladi 10 ta elektron uchun. Endi elektron bilan proton bir-biriga teng bo'lishi kerak atom holatda bo'lsa. Lekin bizda 4 ta elektron yo'qotgan. Elektron yo'qotadigan bo'lsa, ishoramiz musbat holatda bo'lishi kerak edi. Demak, 4 elektron yo'qotish uchun N qiymatimiz teng bo'lishi kerak ekan +4 ga. Mana shunday holatda 14 dan 4 yo'qotib elektronlar 10 ta holatga o'tib qoladi. Demak, D variantimiz to'g'ri. 55-savol. Ekvivalent element fosfitdagi elektronlar soni uning oksidiga qaraganda 3,5 marta ko'p bo'lsa, elementni aniqlang. Ekvivalentli element, demak, element 3 fosfordan 2 ta. Xo'p. Element oksidi, element O. Elementni elektronlar soni x deydigan bo'lsa, bizda 3 ta element bor, 3x qo'shilgan 30. Bu x plusdan 8. Mana shu holat tenglashadi qachon? Element oksiddagi elektronlar soni 3,5 ga ko'paytirganimda. Demak, 3x plus 30 teng bo'ladi 3,5x qo'shilgan 28 ga.
3x 3,5x dan 3x dersam 0,5ximiz teng bo'lar ekan 2 ga, ximiz teng bo'ladi 4 ga. Demak 4-chi, demak tartib raqamda joylashgan element bo'lgan bu berilli hisoblanadi. 56. 3 valentli element oksiddagi elektronlar soni uning oksididan demak 1,7 marta ko'p bo'lsa elementni aniqlang. Xo'p, 3 valentli element oksidi. Element 2O3. Fosfidi element P. Elektronlar soni xo'p 2x plusdan 24. X plusdan 15. Mana shu oksididan demak element oksididagi elektronlar fosfiddan 1,7 marta ko'p. Demak fosfidni ko'paytiraman 1,7 ga. 2x plusdan 24 teng bo'ladi 1,7x qo'shilgan 15 ni ko'paytiramiz 1,7 ga. 25,5. 1,7 ni demak bu tomonga ayirma qiladigan bo'lsam 0,3x imiz teng bo'ladi 1,5 ga. 1,5 ni bo'laman 0,3 ga. X qiymatimiz teng bo'lar ekan 5 ga. Demak bu bor elementiga tegishli 5-tartib raqam. 57 dan 3,2 gram kislorodga qancha normal sharoitda karbonat angidrid qo'shilsa elektronlar soni Avogadro sonidan 8,2 marta ko'p bo'ladi. Xo'p, kislorod O2 elektronlar soni 32 gram uchun 16 ta. 3,2 grami 1,6 ta. Bizda jami bo'lsin 8,2 ta debda ayiradigan bo'lsam 1,6 ni bizda qoladi 6,6 elektron karbonat angidrid uchun. Karbonat angidridni 22,4 litrida 22 ta elektron bor. Bizda 6,6 ta elektron bo'lsin qanchasida? 6,72 litr hajmida. Demak, C variantimiz to'g'ri. 58. Demak, ugleroddan X ta, vodoroddan Y ta molekulasida 32 ta proton va 24 ta neutron bo'lsa, Y ni aniqlang. Xo'p, protonlar soni 6x plusdan Y teng 32 ga. Neutronlar soni 12x plusdan Y dan ayirganimda protonlar sonini, ya'ni 6x plus Y ni teng bo'lar ekan 24 ga. 12x dan 6x ni ayiramiz. 6x qavs ochilganda Y ni oldi manfiy bo'lib, Y'larimiz qisqaradi teng 24 ga. X'imiz teng bo'lar ekan 4 ga. Demak, x 4 teng bo'ladigan bo'lsa, 6 ko'paytirilgan 4 plus Y teng 32 ga. 6 kara 4 24, Y'imiz teng bo'ladi 32 dan 24 ni ayiradigan bo'lsak 8 hosil bo'ladi. Demak, Y qiymatimiz 8 bu C variantida berilgan. 59-savol. X2 plus iondagi elektronlar soni Y minus iondagidan 3 taga ko'p bo'lsa, unga ko'ra X2 plus iondagi elektronlar soni Y atomidan nechtaga ko'p bo'ladi? Xo'p, X minus 2 qachon teng bo'ladi? Y plus 1 ga. Qachonki bunda 3 ta elektron qo'shilsa, ya'ni bu tomon 3 taga ko'p bo'ldi bu tomondan. Demak, X minus 2 miz teng bo'lar ekan Y qo'shilgan 4 ga. X atomimiz nechaga teng bo'ladi? Y plusdan 6 ga. Endi X'imiz 2 minus bo'lsa, 2 ta elektron qo'shilishi kerak. Bu degani tenglashishi uchun Y tomonga yana 2 ta elektron qo'shilishi kerak. X atom shunday yana teng bo'ladi Y plus 8 ga. Chunki atom holati o'zi mana shu holatda teng. X'imiz Y plus 6 ga. Agar X yana 2 ta elektron o'ziga qo'shib oladigan bo'lsa, Y tomonga ham qo'shilsa ikkita tenglashadi. Mana shu holatda teng. Endi Y atom demak X 2 minus iondagi elektronlar soni Y atomidan nechtaga ko'p? Demak, Y ni topadigan bo'lsam X minus 8 ga. Demak, 8 taga ko'p bo'lar ekan X dagi atomlar soni. Chunki X dan 8 ni ayrsam Y ga tenglashadi. Bu degani X'imiz Y atomdan 8 taga ko'p degani. Demak, C variantimiz to'g'ri. 60. Tabiatda magniy 24, 25, 26 demak izotoplari ko'rinishda uchraydi. Ularning mol ulushlari 24 niki 80%, 25 niki 10% va demak 26 niki ham 10% bo'lsa, uning o'rtacha nisbati massasini hisoblang. Umumiy birgalikda buni 10 mol deb oladigan bo'lsam, aralashmamiz o'zimiz xohlagan molda. Bu umumiy 100%.
Bizda 80%, 10% hamda 10%liklar berilgan. Bular 80% necha izotopniki? 24, bu 25 va bu 26 izotoplarniki. Moli qancha bo'ladi deb topadigan bo'lsak, bu x'imiz 8 mol, x 1 mol, x'imiz ham 1 mol. Endi o'rtacha molar massa formulaga qo'yamiz, ya'ni massalar yig'indisini mollar yig'indisiga bo'lamiz. 8 ko'paytirilgan 24 qo'shilgan 1 ko'paytirilgan 25 qo'shilgan 1 ko'paytirilgan 26 taqsim mollar yig'indisi umumiy 10 mol. 8 ni ko'paytiramiz endi 24 ga. 24 ko'paytirilgan 8 192. 192 ga 25 ni hamda 26 ni qo'shamiz va bo'lamiz yig'indini 10 ga. Qo'shilgan 25 qo'shilgan 26. 24 butun 243 bo'lamiz 10 ga. 24 butun 3 hosil bo'ladi. O'rtacha molar massamiz. Demak, C variantimiz to'g'ri. Atom tarkibi C test mashqlari birinchi savol. 65 izotopli mis 2+ ionda elementar zarrachalar yig'indisini hisoblang. Xo'p, elementar zarrachalar yig'indisi proton, elektron hamda neytronlar yig'indisi. Misni protonlari aniq. Ya'ni tartib raqami har doim bir xil 29. Neytronlarni ham topsak bo'ladi. Atom massasi 65 dan ayiramiz 29 ni. Demak, 65 dan 29 ni ayiradigan bo'lsak, bizning neytronlar soni kelib chiqadi 36 ta. Elektronlar soni 29 bo'lish kerak edi. Agarda atom holatda bo'lganda biz ion holatda 2+, ya'ni 2 ta elektron yo'qotdi. 27 ta bo'lib qoldi. Demak, 36 ta neytron qo'shilgan 27 ta elektron qo'shilgan 29 ta proton bo'ladigan bo'lsa, jami yig'indimiz 92 ni berdi. Demak, proton plus elektron plus neytron teng 92. Xo'p, 4-savol jadval asosida demak to'g'ri javobni aniqlang debdi. Birinchi jadvalda demak bu yerda neytronlar soni har biri va bular massalar. Xo'p. Demak, x uchun A javobda x atomda 34 ta elektron bor debdi. Xo'p, 34 ta bo'lish uchun 81 ta demak massa 81 massadan ayirishimiz kerak 46 ni. Bizda 35 hosil bo'ladi. Demak, atom holatdagi elektron proton teng bo'lganligi uchun bu javob noto'g'ri. Demak, noto'g'ri bo'lganligi uchun mana shuni olishimiz kerak. Xo'p, qolgan variantlarni ham bir ko'rib o'tamiz. Xo'p, C element tartib raqami 35. Demak, 79 dan 44 ni ayiradigan bo'lsak 35 bu to'g'ri. To'g'ri bo'lganligi uchun olmaymiz. Y2- ionda 18 elektron bor. Xo'p, Y atomini o'zida elektronlar soni 34 ta massadan ayirishimiz kerak bo'lardi. Neytronlar sonini Y uchun demak 18 da ayiramiz. 16 ta. 16 2 ta elektron qo'shilsa 18 ta bo'ladi. Bu ham to'g'ri bo'lganligi uchun olmaymiz. Xo'p. Z Y2- 18 elektron bor dedik. Z3+ tachi. Z'ni 45 dan ayiramiz 24 ni. 21. Xo'p, 21 bo'ladigan bo'lsa, 21 ga 3 ni qo'shsak, 3 ni ayirsak, +3 bo'lganligi uchun 18 bo'ladi. Ikkalasi 18 tadan elektron bo'lganligi uchun bular o'zaro esa elektron. Ya'ni bu ham to'g'ri bo'lganligi uchun olmaymiz. Faqat biz noto'g'ri javobni olishimiz kerak. A variantda olishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, 9-savol. Massa soni 10 va 11 bo'lgan izotoplardan tashkil topgan bor elementining o'rtacha nisbiy massasi 10.8 bo'lsa, undagi bor 10 izotopining mol ulushini foizlardan aniqlang. Xo'p, 11 10.8 hamda 10 0.2 0.8. Xo'p, umumiy mollar yig'indisi 1 mol. 1 molimiz 100% bo'ladigan bo'lsa, bizda 10 izotop so'ralgan, ya'ni 0.2 mol. 20% tashkil qilar ekan.
12 temir 2+ demak iondagi elektronlar barcha zarrachalarning necha foizini tashkil qiladi? 56 temir 2+ ioni. Protonlar soni demak ma'lum bizda. Temir tartib raqami 26. Neytronni topadigan bo'lsak 56 atom massa 26 protonlar sonini ayrsam 30 ta neytronga ega. Elektronlar soni 26 dan ayrishim kerak 2 ni 2+ ion bo'lganligi uchun 24 ta. Yig'indimiz 26 ga 24 ni qo'shsak 50, 50 ga 30 ni qo'shsak 80. 80imiz umumiy 100%. Elektronlar necha foizni so'ragan, demak 24 imiz necha foiz? 8 dan 24 3 marotaba katta, bitta noli bor, demak 100 dan 3 marta katta 300, 300 dan bitta nolni oladigan bo'lsak 30%. C variantimiz to'g'ri. 16-savol. Xrom demak A4 2- iondagi elementar zarrachalar, ya'ni proton, elektron va neytronlar yig'indisini aniqlang. Xrom A4 2-. Dastlab protonlarini aniqlaylik. Xrom tartib raqami 24. Qo'shilgan 4 ko'paytirilgan 8. 24 ga 32 ni qo'shadigan bo'lsam 24 plus 32. Jami 56 ta zarracha bo'ladi. Ya'ni protonlar. Endi neytron xrom massasi 52 qo'shilgan kislorodning massasi 64. Jami yig'indisi 116. 116 dan 56 ni ayirishimiz kerak. 60 demak bizga qolar ekan neytronlar uchun. Endi elektronlarimiz protoni 56 ta edi. Elektroni 56 ga qo'shilgan 2 58 ta bo'lar ekan. Umumiy yig'indisi so'ralgan. Demak 58 qo'shilgan 60 qo'shilgan 56. Jami yig'inimiz 174 bo'ldi. Demak C variantimiz to'g'ri. 18. Xo'p, 77 izotopli X3- iondagi neytronlar soni protondan 11 taga ko'p bo'lsa, unda nechta elektron bor? Xo'p, protonlarni X deb belgilaydigan bo'lsam, bunga 11 ni qo'shsam neytronlar sonini berish kerak ekan. Neytronlar massadan 77 dan proton sonini ayirganimizga teng. X bu tomonga qo'shilish bu bitadigan bo'lsa 2ximiz teng bo'lar ekan 66 ga, ximiz teng bo'lar ekan 33 ga. 33 nima bu? Protonlar soni 33. Endi elektronlarimiz 33 dan qo'shsam 3 ni, ya'ni 3- ion bo'lganligi uchun elektronlar soni kelib chiqishi kerak 36. D variant to'g'ri. 19. Xo'p, 33 izotopli fosfor deytridan 4 ta plus iondagi elementlar zarrachalar neytron va elektron proton yig'indisini hisoblang. Dastlab protonlar fosfor 15-o'rinda, vodorod deytri demak vodorod izotopi 4, jami 19. Xo'p, neytronlar soni 33 qo'shilgan 4 ko'paytirilgan 2 teng bo'lar ekan 33 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsam 41. Endi neytronlardan 41 dan massadan ayiradigan bo'lsam 19 ni bizda neytronlar soni kelib chiqishi kerak. Men 41 ayrilgan 19 jami 22 neytronlar sonimiz. Endi elektronlarimiz 19 dan ayirishimiz kerak birni, chunki plus ion bo'lganligi jami 18 ta. 18 ga qo'shamiz 22 ni, qo'shamiz 19 ni, jami 59 ta elementar zarracha bo'lar ekan. Bu C variantida berilgan. 21. XO4 3- ion tarkibida 68 elektron bo'lsa, nechta neytron bo'ladi? Xo'p, XO4 3- da elektronlar soni 68 ta. Qachon 68 ta bo'lgan? Mana bu 3 elektronni olgandan so'ng. Demak, 3 elektronni qaytarib beradigan bo'lsak, 65 ta elektron bo'ladi. Nima uchun? X plus 4 ko'paytirilgan 8 teng 65 uchun. Xo'p, ximiz teng bo'ladi. 65 dan 32 ni ayiramiz, 33 x uchun qoladi. Endi mana shu holatda nechta neytron bor? 33-tartib raqamdagi elementimiz bu mishyak. A4 3-. Neytronlar soni so'ralgan, demak massadan mishyakning massasini demak 75 qo'shilgan 64. 139 dan ayirishimiz kerak protonlar sonini. Ya'ni mishyak 33 qo'shilgan 32.
jami 65. Ayiramiz 65 ni. 139 dan ayiradigan bo'lsak 65 ni bizda hosil bo'lar ekan 74. Demak, bunga ham C variantimiz to'g'ri. 24-savol. X atomda proton, elektron va neytronlar soni teng. X 2 plus ionidagi neytron va elektronlar yig'indisi 62 ta bo'lsa, X 2 minus ionida elementar zarrachalar yig'indisini aniqlang. X atom uchun proton, elektron hamda neytron bir-biriga teng. Bizda X plus 2 ionidagi proton, neytron bilan elektron yig'indisi berilgan. Neytron plus elektron yig'indisi 62 ga teng ekan. Endi bizda atom holati ikkalasi ham teng edi. Lekin bizda elektrondan ikkita ketgan bu yerda. Ya'ni X neytron qo'shilgan, X elektrondan ikkita ketgandan so'ng yig'indi 62 bo'lgan. Demak, 2ximiz teng bo'lar ekan 64 ga, ximiz teng bo'lar ekan 32 ga. Demak, atom holatida proton, elektron, neytron X atomida 32 ga teng. Endi bizda X2 minus uchun barcha zarrachalar yig'indisi. Proton o'zgarmaydi 32, neytron o'zgarmaydi 32. Faqatgina o'zgaradigan narsa bizda bu yerda nima? Bizda elektron o'zgaradi. Ya'ni ikkita elektron qo'shiladi minus 2 ion bo'lgani uchun. 32 plus 2 teng 34. Hammasini demak birgalikda yig'adigan bo'lsak 98. Demak, savol to'g'ri. Hop, 33-savol. Bizga jadval berilgan, shu jadvalda demak bu qatorimiz, ya'ni mana bu qator proton, bu qatorimiz elektronga teng. X minus iondagi protonlar n ta, elektronlar m ta ekan. Minus 1 degani elektronga 1 qo'shilganda, demak bu yerda n plus 1 bu yer. N plus 1imiz teng bo'lar ekan m ga. Chunki bitta ko'pda bunda. Demak, n plus 1 bo'lganda m ga tenglashadi. Chunki elektron bitta ko'p bu yerda. Endi bu tomonda n plus 21, ya'ni protonlardan ikkitasini olib tashlasam, elektronning 2m holatiga teng bo'ladi. Demak, n plus 19 teng 2m ga. Endi mana bu yerdan m ni o'rniga mana bu m ni bu tomonga olib kelib qo'ysam, bitta noma'lumlik teng nimaga aylanadi? Ya'ni n plus 19 teng 2 ko'paytirilgan n plus 1. N plus 19 teng bo'ladi 2n plus 2 ga. 2 bu tomonga ayirma o'tadigan bo'lsa 17 teng bo'ladi. 2n dan n ayirsam n hosil bo'ladi. N 17 ekan. n ni topadigan bo'lsa n ga 1 ni qo'shsak n hosil bo'lishi kerak edi. Demak, 17 plus 1 teng 18. Endi biz n hamda m yig'indisi so'ralgan, 18 qo'shilgan 17 teng bo'lar ekan 35 ga. B variantimiz to'g'ri ekan. Bu 37 ammiak va karbonat angidriddan iborat 5 mol aralashmada 68 mol elektron bo'lsa, ammiyakning miqdorini molda aniqlang. Hop, ammiak NH3 hamda karbonat angidrid. Mollarini bilmaymiz, x mol hamda y moldan berib olamiz. Ikkalasining mollari yig'indisi x plus y ning 5 mol bo'ladigan bo'lsa, elektronlarcha ammiyakda 10 elektron bor, ya'ni 10 x ta elektron qo'shilgan, karbonat angidridda 22 elektron, 22 y teng 68 ga. Yuqori tomonni har birini 10 ga ko'paytiraman va 10x hosil bo'ladi. 10x larimizni qisqartiramiz. 22 ylikdan 10 y ayiradigan bo'lsam, 12 yimiz teng bo'ladi. 68 dan 50 ga ayirganimga 18 y qiymatimiz teng bo'lar ekan 1.5 ga. Endi bizda y bilan karbonat angidrid belgiladik. Bizda ammiyakning mol miqdori so'ralgan, ya'ni x. Umumiy 5 moldan ayiradigan bo'lsam 1.5 molni bizda 3.5 mol qoladi. Nima uchun? Bu ammiyak uchun. Demak, to'g'ri javobimiz D variant. 40-savol. X y 4 2 minus 50 ta, x 2 y 3 2
minus ionda 58 elektron bo'lsa, x2 y7 2 minus ionda nechta elektron bor? Hop. X plus 4 y plus 2 teng 50. 2 x plus 3 y plus 2 teng 58 ga. Hop. Bu tomonni 2 ga ko'paytiramiz. Hosil bo'ladi 2x qisqaradi. 8 dan y dan ayiradigan bo'lsam 3 y ga 5 ta y uchun qoladi. Nechta bu? Bu tomonga manfiy o'tadigan bo'lsa 48. 48 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam 96. 96 dan ayiramiz 56 ni. Hosil bo'ladi 40. Y qiymatimiz teng bo'lgan 8 ga. Endi y 8 bo'ladigan bo'lsa x ni topamiz endi. Hop. X plusdan 4 ko'paytirilgan 8 plus 2 teng 50 ga. X imiz teng bo'lgan 4 kira 8 32. 32 bu tomonga ayirma bo'lsa 48 dan ayiramiz 32 ni. Va teng bo'ladi 16 ga. Hop, endi mana bu moddamiznikini topamiz. X imiz 16, 16 ni 2 ga ko'paytiramiz. Qo'shilgan 8 ko'paytirilgan 7 plus 2. 32 qo'shilgan 87 56 qo'shilgan 2. Hop, 32 ga 56 ni qo'shadigan bo'lsak 88 2 ni qo'shsak 90 hosil bo'lar ekan. Demak, A variantimiz to'g'ri. 44-savol. X2 minus va Y3 plus ionlari o'zaro elektron. Y ning yadro zaryadi plus 21 bo'lsa, X ning yadro zaryadi nechaga teng? Hop, Y ning yadro zaryadi 21 bo'ladigan bo'lsa, bundan 3 elektron yo'qotgan va bizda 18 ta elektron bo'lib qolgan. Mana shu holatda X plus 2 bilan bu iza elektron bo'lgan. Ya'ni 18 elektronga teng bo'lgan. X ni o'zini demak yadrosidagi X atomini yadro zaryadini topadigan bo'lsak, 18 dan ayirishimiz kerak 2 ni. X imiz teng bo'lgan 16 ga. Hop, 45. Bir idishda 1.2 litr normal sharoitdagi kislorod bor. Idishdagi elektronlar soni Avogadro doimiga teng bo'lishi uchun unga qancha geliy qo'shish kerak? Hop, kislorod 22.4 litrda 16 elektron bor. Endi 1.12 litrda qancha elektron bo'ladi? 0.8. Bizga umumiy 1 bo'lishi kerak. 1 dan ayiramiz 0.8, ya'ni 1 yanada bo'lishi kerak. Teng bo'ladi 0.2 ga. Demak, geliydagi elektronlar demak necha mol kerak? Geliyning 1 molida 2 elektron bo'ladigan bo'lsa, 0.2 elektron necha molida bo'ladi? 0.1 molida. Hop, 47. Berilgan moddadagi ionidagi elektron va neytronlar soni yig'indisini hisoblang. Hop, dastlab neytronlar sonini topamiz. Ruht 64 massasi qo'shilgan 17 ko'paytirilgan 4. Bu massani topamiz. Massa orqali keyin neytronni topamiz. 17 ni ko'paytiramiz 4 ga, 68 qo'shamiz 64 ni. 132. 132 dan endi ayiramiz. Ruhni tartib raqami demak 30 ayrilgan. Kislorod 8, 1 ni qo'shsak 9 36. Demak 132 dan ayiramiz 36 ni, ayiramiz 30 ni. 66. Bu neytronlar soni. Endi elektronlar soni, protonlar soni qancha bo'ldi? 30 ga 36 ni qo'shamiz. 66. 66 dan qo'shamiz 2 ni yana. 68. 68 ga qo'shamiz 66 ni, elektron bilan elektronlar yig'indisini 134. 52 mishak 3 minus ionida X 2 plus iondan 1,5 barobar ko'p elektronga ega bo'lsa, X elementlar
aniqlang debdi. Meshak 33-chi demak tart raqamda bu degani protonlar soni meshak uchun 33 ga teng. Elektronlar soni 33 plus 3 36. Mana shu demak 36 elektron x2 plus 2dan 1,5 barobar ko'p ekan. Ya'ni 36 ni bo'ladigan bo'lsam 1,5 ga bizga kelib chiqadi. X dagi elektronlar soni tenglikdan 24 ga. 24 ta elektron qachon 2 plus ion bo'lganda, endi 2 elektron yo'qotganda. Hop, bizda demak 2 elektronni qaytarib oladigan bo'lsak 24 plus 2 ni 26. Bu temirga to'g'ri keladi. Demak, to'g'ri javobimiz C variant. 57-chi savol x plus 3 iondagi elementar zarrachalar yig'indisi 324 bo'lib, neutronlar soni elektronlardan 54 ga ko'p bo'lsa x plus 5 iondagi nechta elektron borligini aniqlang. Hop, x plus 3 umumiy elementar zarrachalar yig'indisi degani elektron plus proton plus neutron yig'indisi teng debdi 324 ga. Qachon 324 bo'lgan 3 elektron yo'qotgandan so'ng yo'qotgan 324 dan demak qo'shaman shuni yo'qotgan 3 elektronni qaytarib beradigan bo'lsam 327 ga teng bo'ladi. Endi biz aytganki atom holatda o'tkazib oldik bu joyda. Demak, bu degani proton teng bo'ladi bu yerda elektronga. Protonni x deb belgilasam qo'shilgan elektron ham x. Qo'shilgan neutronlarimiz elektronlardan 54 ga ko'p. Demak, x plus 54. Bu neutronlar. Jami 327. 3 x'imiz teng bo'ladi. 327 dan ayiramiz elektronni. 273. 3 ga bo'ladigan bo'lsak 91 hosil bo'ladi. X 60 elektronlar soni 91 ta. Endi x plus 5 3-chi. Demak, 91 dan ayiramiz 5 ni 86 ta. Demak, A variantimiz to'g'ri. 60-savol. Jadvaldagi ma'lumotlar asosida to'g'ri javobni aniqlang. Hop, dastlab elektronlar soni, protonlar soni va massa soni. Bu zarrachalar. Elektronlar soni 3 ekan, protonlar soni qancha? Elektronlar soni qachon 3 ta bo'lgan? 4 elektron yo'qotgandan so'ng yo'qotma soni 7 ta bo'lgan atom holatda. Atom holatda bo'ladigan bo'lsa proton elektron teng. Bu degani protonlar 7 ta. Endi shu yerdan ko'rinib turibdiki, x bilan k elementimiz bizda 7 ga 7 bo'lgancha protonlar soni izotop. Bunaqa variantimiz yo'qmi? Demak, yo'q. Endi y0 uchun ya'ni elektronlar soni yo'q, protonlar soni 6 ta. Atom holatda bo'lganligi uchun demak elektronlar soni ham 6 ta. Kripton K elementimizda ham xuddi mana shunday 7 7. Chunki 0 zarracha bo'lgani uchun. Bu -2 ionda 2 elektron olgandan so'ng 10 ta bo'lgan bo'lsa, dastlab demak 8 ta bo'lgan, demak protonimiz 8 ga teng. Endi bu yerda qarasak elektronlar yo'q, izelektronlar, izotoplar yo'q, izobarlar yo'q. Ma'lum bo'lishicha, demak bu yerda faqatgina izotonlar bor. A variantga qaraymiz, x va y. Izoton va massadan protonlar sonini ayiramiz. 14 dan 7 ni ayiramiz, 7, 12 dan 6 ni ayiramiz, 6 demak teng emas. Xo'p, B varianti x va k. X ni 14 dan 7 ni ayiramiz, 7, 15 dan 7 ni ayiramiz, 8. Demak, B varianti ham xato. C variantda z va y izotop debdi. Bular izotop emas. Protonlar soni hech qaysiga teng emas. Demak, D variantda z hamda k. 16 dan 8 ni ayiramiz, 8, 15 dan 7 ni ayiramiz, 8. Demak, o'zaro izoton ekan z bilan k elementimiz. Hop, 61-savol. 0,4 mol x2 minus ionida 21,6 mol elektron bo'lsa, 0,2 mol x4 plus ionida necha mol elektron bo'ladi? Hop. 0,4 molida 21,6 elektron bo'ladigan bo'lsa, 1 molida qancha? 54 mol. 54 bo'lgan qachon 2 elektron olgandan so'ng 2 olmasdan oldin 52 bo'lgan. Hop, 52 bo'lgan atom holatda endi x plus 4 uchun 52 dan ayiramiz 4 ni 48. 48 elektroni bor ekan 1 mol uchun. Bizda so'ralgan 0,2 mol uchun 9,6 ta elektron.
71. Quyidagi jadval asosida b ning qiymatini aniqlang. Hop, x 3 minus yo'lida a ta elektron va protonlar soni 7 ta. Protonlar soni 7 ta bo'ladigan bo'lsa, elektronlar soni 3 taga ko'p bo'ladi. Demak, elektronlarimiz 7 plus 3 ga teng. Teng 10. Demak, a qiymatimiz 10 ga teng. Endi bizda bu yerdagi y2 plus 3 ham elektronlar soni 2 plus 3 elektronlar soni 10 taga. Ikkita yo'qotgandan so'ng 10 ta bo'lgan. Ikkita yo'qotmasdan oldin qancha bo'lgan? Demak, 10 plus 2 ta, ya'ni 12 ta bo'lgan. Atom holatda elektronlar 12 ta bo'ladigan bo'lsa, atom holatda elektron bilan proton bir-biriga teng. Demak, b qiymatimiz ham bu yerda 12. Atom tarkibi hamda test mashqlari birinchi savol. Qanday hajmdagi, demak, kislorod 18 topidagi neytronlar soni 8.4 gram, demak, og'ir suvdagi protonlar soniga teng. Asab, demak, suvning massasini aniqlab olaylik. Protonlar soni 2 litr uchun qo'shilgan 8 kislorod uchun jami 10 ta proton. Hop, 10 ta protonimiz necha gram suvda bor? Demak, 2 ni 2 ko'paytiramiz. 4 ga 17 ni qo'shadigan bo'lsak, 21 gram uchun. Biz 8.4 gramda nechta elektron bor ekanligini topib olishimiz kerak. Hop, demak, 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu yerda 40 hosil bo'lishi, bittadan suramiz, 4 ga teng bo'ladi. Endi biz mana shu 4 elektron qancha kislorodagi elektronlar soniga teng? 22.4 litr hajmdagi kislorodagi elektronlar 18 dan 2 ga ko'paytirsak 36, 36 dan ayirishimiz kerak 16 ni. 20 ta. Endi 4 tasi qancha hajmda bo'ladi? 2 barobar katta, bitta butun sonimiz 4.48 litr. 4-savol. 73 izotopli x minus 3 yondagi elektronlar soni elektronlardan 4 ga ko'p bo'lsa, x plus yondagi elektronlar sonini aniqlang. Hop, elektronlar soni protonlarnikining x deb belgilaylik. Mana shu demak protonlar soni. Elektron nimaga teng bo'ladi? 73 dan, ya'ni massidan protonlar yarmiga teng. Ular qachon tenglashadi? Elektronlar, demak, elektronlardan 4 ga ko'p. Elektronlarimiz x plus 3 va bunga yana 4 ni qo'shsam tenglashadi, chunki 4 ga ko'p degan protonlar, elektronlarni. Hop, 73 minus x teng x plus 7. 73 minus 7 teng bo'lar ekan 2x ga. 73 66 teng bo'ladi 2x ga. X imiz teng bo'lar ekan 33 ga. Endi x plusdagi protonlar soni atom holatda 33, elektronlar soni 33 minus 1, ya'ni 32. B variantimiz to'g'ri. Hop, 7-savol. A va B yig'indisi 54. A plus B teng 54. N va M yig'indisi qanchaga teng? Hop. N demak x minus yondagi protonlar soni ekan. Mana shu protonlar soniga 1 ni qo'shadigan bo'lsam, elektronlar soni bilan tenglashadi. Hop, y dagi 2 plusdagi 2n plus 4 dan demak ayirsam 2 ni tenglashadi b ga. Hop, 2n dan 2 ni demak qo'shadigan bo'lsam tenglashadi m ga. Hop, endi mana shu joydan a hamda b ga to'g'rilab olishimiz kerak. A ni o'rniga, n ni o'rniga a minus 1 ni olib kelib qo'yamiz. 2a minus 2 plus 2 teng m ga. 2 lar qisqarsa 2a teng bo'lar ekan m qiymatimiz uchun. Men m ni o'rniga 2a ni olib kelsak bo'ladi. Hop, endi n. Mana bu n ni o'rniga olib kelsam a plus b ga olib kelsak bo'lar ekan. Ya'ni hop, n'imiz 2 ko'paytirilgan
A minus 1 plyusdan 4 minus 2 teng B'ga. Hop. 2 A minus 2 plus 4 minus 2 teng B'ga. 2A minus B teng bo'ladi 0 ga. 2A minus B teng 0. Hop, sistemani qo'shadigan bo'lsak, B'larimiz qisqaradi. 3A teng bo'larkan 54 ga. A qiymatimiz teng bo'ladi 18 ga. Hop, A qiymatimiz 18 bo'lsa, n ni topishimiz mumkin bu yerdan. N ni topadigan bo'lsak, 18 dan 1 ayiramiz. N 17 ga teng. N teng 17. M ni topamiz. Hop, M qiymatimiz 2n plus 2, ya'ni 17 ni 2 ga ko'paytirsak 34, 34 ga 2 ni qo'shsak 36. Demak 36 plus 17 53 ga teng. Hop, 14. Demak, x2 plus va y3 minus ionlari o'zaro elektron bo'lsa, n va m o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlang. Hop, m protondan demak ayirganida 2 ta elektron hosil bo'ladi va n plus 3 bo'lganda buni elektronlari hosil bo'ladi, ikkalasi teng ekan. Hop, m nimaga teng bo'ladi? M teng bo'larkan n plus 5 ga. Bizda mana shunday holat bor, n plus 5 ga. Yo bo'lmasa n ni topadigan bo'lsak, n teng bo'larkan m minus 5 ga. M minus 5 demak qiymat yo'q. Bizda m qiymatimiz n plus 5 bor. Bu D variantda. 18-savol. Element atomidagi elementar zarrachalarning 40% ni neytronlar tashkil etadi. Element yadrosidagi protonlar soni neytronlardan 16 ta kam bo'lsa, uning atom massasini aniqlang. Xo'p. Protonga demak 16 ni qo'shganimda teng bo'ladi neytronga. Demak, neytronimiz necha foiz edi? 40%. A proton necha foiz bo'ladi? Elektron bilan proton umumiy 60% bo'lsa, proton 30% ga teng bo'ladi. Xo'p, protonimiz 30%, neytronni proton plus 16 desam bo'ladi. Demak, bu 40% ga teng. Demak, 30 proton ko'paytirilgan 480 teng bo'ladi 40 protonga. 40 protondan 30 protonni ayiradigan bo'lsam, 10 ta proton teng bo'ladi 480 ga. Protonimiz 48 ga teng bo'ladi. Bizda atom massasi so'ralgan, demak 48 ga protonga 16 ni qo'shsam, neytron soni kelib chiqadi. Xo'p, 64. 64 ga qo'shamiz 48 ni 112 hosil bo'lar ekan atom massasi. C variantimiz to'g'ri. Xo'p, 25 0,2 mol sulfat ko'paytirilgan n molekulyar suv tarkibida elementar zarrachalari 64,2 mol bo'lsa, yana qiymatini aniqlang. Xo'p, 0,2 mol uchun 64,2 ta bo'ladigan bo'lsa, 1 mol uchun qancha? 321. 321, ya'ni bizda mas sulfat ko'paytirilgan n molekulyar suvni umumiy proton, elektron, neytronni topishimiz kerak. Proton va neytron birgalikda yig'ilib massani beradi. Demak, massaga elektronlarni qo'shadigan bo'lsak, 321 hosil bo'lishi kerak. 64 misni massasi, 32 oltin gurt massasi, 64 kislorod massasi va 18 n suvni massasi. Demak, bu proton hamda neytronlar yig'indisi bo'ldi. Endi elektron yozamiz. 29 qo'shilgan 16 qo'shilgan 32 qo'shilgan 10 n teng 321 ga. Hop, n larni hisoblaydigan bo'lsak, 22 n teng bo'ladi 84 ga. Hop, 18 28 n'imiz teng bo'lar ekan 84 ga. N qiymatimiz teng bo'lar ekan 3 ga. C variantimiz to'g'ri. Mol nisbatlari qanday bo'lgan neon va argon aralashmasidagi proton va neytronlar soni 5 ga 6 nisbatda bo'ladi. Xo'p, neon hamda argon. Neon x mol bo'ladigan bo'lsa, argon y mol. Protonlar 10x ga, demak 18 y. Neytronlari hop 10x ga 22 y. Endi demak nisbati 10x qo'shilgan 18 y protonlarini bo'lganimda
10x plus 22y neytronlariga teng bo'lishi ekan 5 ga 6 nisbat. Demak 60x plusdan hop 108y teng 50x qo'shilgan 110 ga. 10x imiz teng bo'lar ekan 2y ga. Demak 5x teng bo'ladi 1 ga. Demak bu yerda y deb biz demak argonni belgilaganmiz. Bu yerda y imiz teng 5 ga, x imiz teng bo'ladi 1 ga. 1 ga 5 nisbatda bo'lishi kerak ekan. Bu D variantda berilgan.